Jizzaxda farzand dunyoga keltirgan kelin oradan bir necha kun o'tib vafot etdi. Aniqlik kiritilishicha, Jizzax viloyatida 2002-yilda tug'ilgan ayol G'allorol tumanidagi tug'ruqxonada joriy yilning 30-aprel kuni qiz jinsiy chaqaloqni dunyoga keltirgan. 2026-yil 4-may kuni tuman tug'ruqxona shifokorlari tomonidan ayol tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ahvoli qoniqarli bo'lganligi sababli uyiga javob berilgan. Biz voqea haqida batafsilroq ma'lumotga ega bo'lish uchun marhumaning yaqinlari bilan telefon orqali bog'lanamiz. 30-apreldan 1-mayga o'tadigan kechasi yangam qizchalik bo'ldi. Soppa-sog'lom, o'zi ham sog'lig'i joyida edi. 3 kundan keyin obedga chiqib ketdik roddomdan. Uyga bordi, keyin bir kun o'tib 6-kun erta tongda qandaydir holsizlashib ketyapman degandan keyin tez yordamga olib bordik. Tez yordamda allergiyaga qarshi 5-6 xil dori bergan. Yangam bolam uyda qoldi, chaqalog'im uyga ketaman degan, bo'pti deb uyga jo'natishgan. Dorilarni olib uyga yetib borgandan keyin sirazi tana ko'karish boshlagan. Butun qo'l, oyoq, tana hamma joy ko'karib boshlagan, faqat yuz ko'karmagan. Men bulardan so'rayotgan narsam, ertalab skoriyda borganda qanaqa dorilar qilingan, hech kim javob bera olgan yo'q hali. Nima uchun navbatchi vrach allergiyasi borligini ko'rib turib, tana qizarishganini ko'rib turib chiqarib yuborgan roddomdan. Shu reanimatsiyaga tushgandan keyin qaytib yangam chiqmadi. Ming afsuski, ko'rilgan tezkor yordamlarga qaramasdan ayol joriy yilning 6-may kuni vafot etgan. Roddomda kasalga tug'ayotgan ayolga yaxshi muomala qilishini, sharoit qilib berishini so'rayapman. O'z ishiga sidqidildan yondashishini so'rayapman. E'tibor bermaganlar topilishini, adolat qaror topishini so'rayapman. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax viloyati G'allorol tumanidagi markaziy tug'ruqxonadagi shifokorlarning xatolari sababli yoshgina kelin tug'ruqdan keyin vafot etganligi haqida xabarlar tarqalgan. Hozirda holat bo'yicha G'allorol tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Farzand dunyoga keltirgan kelin nima sababdan vafot etdi? Qator tekshiruvlardan so'ng bunga aniqlik kiritiladi. Millar ko'rsatuvi voqealar rivojini kuzatib boradi. Biz shu o'rinda marhumaning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz.